Alpomish Media taqdim etadi. Assalomu alaykum aziz mehmonjonlar, anaxonlar, otaxonlar, qo'z uçağım nevarajonlar. O'z zamanımız abad zamanlar bo'ldi. Hamma narsa bor bo'ldi. Şu zamanda ayollar zo'r bo'ldi. Qoshima o'sma, ko'zima surma qo'yaman deydi. Suyganimga tiyaman deydi. Qimmatbaho ko'ylaklardan kiyaman deydi. Yerimga qattiq shert qo'yaman deydi. Men seni bilan bo'ldim. Ömürvat billah, ota yanangda Allah, qo'lidan molini olib pulla, tomingni gulla. Men seni bilan bo'ldim billah, tishimni qiltilla, tishimni tilla qilmasang, seni qo'ymayman ota yanangning oldida o'lla. Men seni bilaman, seni bilan o'ynab kulaman. Ota yanangni nima qilaman? Qarziman deb ishlamay yotadi. Seni bilan mendan nonni ko'p jutadi. Agar shulardan ajrab chiqmasang, non topaman deb yesin ketadi. Menga qaraganda sen farzandsan, sen shularga qattiq gapirsan, bizdan naralaqa ketadi. Ondan narman topqanimiz o'zimizga mo'l so'l bo'lib ketadi. Men seni bilaman, seni bilan o'ynab kulaman, aytganingni qilaman, suyar yoring bo'laman. Yugurasan, jelasan, qayerdan bo'lsa pul topib kelasan, meni bilan o'ynab kulasan. Qabog'imni uyaman, pul topib kelmasang, ro'molimga kiyim kechagimni tuyaman. Sen bo'lmasang yana birovga tiyaman deb yerini qoshiga kelib yeriga do'q qiladi. Yeri agar qo'shamat qilmay bir tayoq ursa, uydan haydab yo'q qiladi. Hozirgi ayollar hamma bolani biladi. Shuytib yerni taslim qilib oladi. Qaynota bilan qayinna o'z kunini ko'rib bo'lak bo'lib qoladi. Yerni ixtiyoriga oladi, yerga nuqtani soladi, bo'yniga minib oladi. Ko'rdingmi zo'rding ishini, tilla qildi tishini. Hozirgi ayollar yoqtirmaydi yerini qishini. Ve dadası, yesimizde barma bergen vadası. Gözünüz olaman dediniz, seni bilen oynap kulaman dediniz, aytkanını kılaman dediniz. Hey yerim canım soluma yey, puldu verin beni koluma, siz uyda karab oturun kızım bilen oluma. Deb yerini kaşığa kep, çaynandı bilacep, yerine kaşını kakıp kuladı, yerden akıllını aladı. Yerden puldu aladı, sömkege saladı. Yeri uyda ders bidayını de balasını bağlayıp kaladı. Yendi görün ayımca taşı töbege tüyadı. Kımmatbaho ko'ylaklarni kiyadı. Kiyikdayin dirkillab, ko'ylakka siymay erkillab, tilla tushi jarqillab bozorga keladi. Suygan narsasini oladi, bozorda qaytar vaqt bo'ladi. Bozorning yo'lida, kardinkasi qo'lida, ayol charchadim deb qayqayib ko'rpaning ustiga o'tirib oladi. Yeri ham lappay deb chaynanni tayin qiladi, bolalar ham oldiga keladi, chaynanni jeb damini oladi. Yeriye kaşığa keladi, yendi yerde kısnaqa oladi. O dadası, bolalarni yanada yıkıp bakmamsız, üylerde çıpırıp gilamkiyizni qaqmamsız, bolalar suqa qatib qaptı, peşkani jaqmamsız, bolani yanada yıkıp bakılmaydı da ata, qilgan ishingizning bari xata deb yerini kaşığa kep, yeriga do'q qiladi, bozordan olib kelgan narsalarni sandiqqa soladi, sandiqqa solgansan ayolning ixtiyorida bo'ladi. Endi ayoldan gap eshitgan yer arazlab qoladi. Yerden arazlagan ayol biladi. Asta kaşığa keladi, qo'shamat qilib kuladi. Agar kulmasa yersiz qoladi. O dadası, araz urganingizdan ketalmaysiz. Men de yaringizning ko'nglidan o'talmaysiz. Qo'ynima kelmasangiz bo'lak jotolmaysiz. Men ustuma xotin oldirmayman. Endi bundan buyoqqa sizning ko'nglingizni qoldirmayman deb yerini kaşığa ke, kaşını qaqib kuladi, bile o'rinni soladi, yerni quchog'iga oladi. Hamshagiday bo'ladi. Yer bersa deydi, bermasa nima deydi? Afgagan narsaga yerning puli kuydi. Og'ajonlar, tog'ajonlar hozirgi zamonda ayollarga davr deydi. Hamma davrini suryapti. Alpomish Media